Suvni sifatini qarang. Amerikada jo'mrakdan hech qachon suv icha ko'rmang. Mana ko'ryapsiz, jo'mrakdan kelayotgan suv, bu esa maxsus filtrlangan suv. Biz buni ichiga ximikat tashadik. Buni mana ximikatlar darajasini ko'rish uchun. Bu jo'mrakdan kelayotgan suvning ahvolini qaranglar. Tekshirganimizda bu mana bu zaharlilik darajasi 260 chiqdi. Bu filtrlangan suvniki bor yo'g'i 008 chiqdi. Даже mana bu suv toza zo'r deb o'ylaysiz, shu ham 25. Даже bundan yomonroq ekan buniki. Bu sistema nima? Juda ham prostoy sistema. 300 elektrodizolga qo'yadi. Bu orqada bachogi bor, mana bu yerda filtrlari bor. Har xil darajada filtrlaydi. Bu filtrlari 150 so'mga turadi. Bor yo'g'i 3 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. Bu membranasini 3 yilda almashtirar ekansizlar. Bu ham bor yo'g'i $90-100 ekan. Hammaga men kuchli nima deydi, rekomendovat qilaman. Farzandlarimiz ichyapti bu suvlarni, hech qachon buni ovqatga ham ishlatmanglar. Ovqatga ham filtrlangan suv ishlatinglar. Chunki ichingizga kirayotgan suv siz tanangizda har xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Ha, barakalla. Mana shunday bo'lish kerak. Ko'chmas mulk bo'lmasa ham sog'liq haqida sizlarga baham ko'rmoqchi bo'ldim. Ishlarga omad.